Man aytayotgan aslzodalik o'sha dabdaba ziraklarini yaltillatish, yelkasiga kostyumini dabdabalarcha ilib, qora qo'lqoplar kiyib chiqish emas aslzodalik. Aslzodalik o'sha aslini bilish. U yog'ochdan yasalganmi? U temirdan yasalganmi? U oltinmi aslida? U kumushmi? Va uni yeri qayerda? Darajasi qayerda? U balki o'sha mahallasida eng zo'r yaltirar. Mahallasidan qimmat joy yo'qdir unga. Aslzodalik bu hamma sahnaga chiqish emas. Hamma ko'rkurona yashash emas. Hamma gel yoki Cartier bilmadim qandaydir do'ppilar kiyish emas. Aslzodalik, men aytayotgan aslzodalik bu o'z yerini bilish. Hamma bir yerda emas-ku, hamma sahnada emas-ku Miroshoh aka. Kimdir mahallada, kimdir viloyatda, kimdir dunyoni ko'hinuri. Lekin u o'zini qayerdaligini bilmas ekan, hamma sahnaga intiladi. Lekin uni o'zini sahnasi qayerda? Mana shu aslzodalik.